Taniqli aktyor Shohrux Hamdamov va Aysa Nemxon o'rtasida nimalar bo'lmoqda? Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbek shou biznesida yana bir kutilmagan voqea. Aktyor Shohrux Hamdamov aktrisa Aysa Nemxonga rasmiy tarzda turmush qurishni taklif qilgan. Bu haqda Aysa Nemxon o'zi ishtirok etgan intervyulardan birida ochiq aytib o'tdi. Ha, u menga turmush qurishni taklif qildi, deydi Aysa Nemxon. Lekin men hali unga javobimni aytmadim. Bu e'tirof ijtimoiy tarmoqlarda tez orada muhokamalarni boshlab yubordi. Muxlislar orasida endi to'y yaqin degan taxminlar kuchaymoqda. Avvalroq ular bir necha bor birgalikda suratga tushgani va videolarda ko'ringani bois, ularning orasida yaqinlik borligi haqida mishmishlar chiqqan edi. Hozircha Shohrux Hamdamov bu borada izoh bermagan. Aktrisa Ra'no Shodiyeva Shanxay xalqaro kinofestivalida eng yaxshi ayol roli nominatsiyasida g'olib deb topildi. Bu yutuq nafaqat aktrisaning, balki butun o'zbek kinosining muhim yutug'i sifatida baholanmoqda. Festival doirasida namoyish etilgan filmda Ra'no Shodiyeva ijro etgan murakkab va hayotiy obraz xalqaro hakamlar hay'atini befarq qoldirmadi. Ra'no Shodiyeva sahnadagi nutqida bu mukofotni o'zbek san'ati va ayollariga bag'ishlashini aytib o'tdi.